bugun bizani komandamizni majlisi bor. Buchi nima bu? Menimcha mashq qimmat ekan. Arzmagan narsa oldimmi? 4 million bo'lib ketdi. Premium bir nima ekan mana shu go'shti. Ana qani. Menda yaxshi o'tloqlarda yurgan tovuqni go'sht ekan bu. Bombastic. Xamir xasib qo'yapti, chunki men bir kun rels ko'rib qolib, mahbusga yubordim, shuni qilib berdi. Bir kun qilib beraman dedi, shu bugun ekan. Qizlarimiz kelishgan, kuratorimiz. Mana men bir og'iz etlarni. Barno adminimiz har doimgidek va Criminal offensive side eye. Mahmudjon, Mahmud. komandamiz majlislari kelmagansiz-a? Biz shundan majlis bo'lib turadi. O'z qolganlik kelishadi. A few moments later. Rostdan 4 million deb o'yladingiz. Rostdan 4 million ekan. Qaytib keldi 4 millionlaymi deb. Yo'q, mana shu salatlarga narsa olib keldim. Bodring, pomidor, bir. Anaqa etum, tomat, anaqa narsalar olib keldim. Yaxshi Eri anaqa qilgan. Bu sana gibi arkadaşlar. Kunlarim 14-fevralga. Bitta shuni yeri 14-fevralga berdi. Qanday sizlarga berdilar? Demek. Bunga berishmabdi. Çok şükür. Bana sizchi oldingizmi? Men berdim. O'tirish. Mahbus nima salat endi? Nima salat, hamma narsa bor ichiga qo'ygan. Odam go'shtidan boshqa hamma narsa bor. Jarayoni bor. Mahbus, oshi sachraganda nima qilasan? Yalaysanmi? Gitme buradan, sen olmadan ben asla yaşayamam. Sachraydi-ku mana, atlaga sachradi, nima bo'ladi endi? Voy, hammasini. Bilasanmi? Salfetga qo'yib qo'ygan shunday. Tepani ko'rsatadi. Voy, Nima bu? nima bu endi? Hammasini ehtiyot qiladi. Mahbusga qilib bermaylar. O'lki taqadilar. Narxı qancha mehrmi ayting, hammasini sotib olaman. Mahbus kirib o'tdi-yu. Gapirma. Voy, yig'lab o'tirib, yig'lab. O'sha videodagi chiqaman? Shunaqa. Barakallah. Spasibolar qizi. Ne yok hareket etme mahsup mu etme? Ay bu namaz zakat. Tog'alardan tanib qolmadingizmi? Geliyor ancak giriş adamızı geri. Ana, gelikdan tanib. Ha gelip turgan ekan da shunaqa. Gelik degani bu traktor. Işte kerak. Yaxshi chiqibdi, mahbus baraka top. Rost ukasim qilib berdi. Men gapimga javob beradigan qizim. Pul qani? Boshqa videolaring bilan bu ko'rinishing hozir anaqa bo'lib qoladi. Hiç sürmedim. Oha. Oha. 2000 years later. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisizlar? Uydagilar yaxshimi? Marhabo yetib keldi. Birinchi kadrlarni ma'lum. Bugun majlisimiz mavzusi komandani pul bloklarini yechish. Aterküller bilen yollarım kütüp, kütükellerimizning kütükelleri var. Bitti şu kareye bir de şu tas.
O'shada. Urushmaydi. Side eye. Tegishchi menga chiroyli bo'lish shart emas. Mana bunaqa qilsa bo'ldi, shu erkak. Sağ ölmediler. Ne becermişsiniz? Taş üstüne taş. Vaqti bo'ylaganman. Suyak sho'roq qilish. Mana bu ahvol nega yoyib o'tiribsanlar? Yig'ishtirib o'tirsalaring bo'lmaydimi desa, xotin chiqarib bersanglar, shirin deb qo'yaman. Muomala qiladimi? Uyat bo'ladi. To'rlaring! Qanaqa rang darvozingiz? Seri. Mahfuza mikrofon. O Badır Şahcani. Sana qandoq chaqarlar, mana bundoq chaqar. O'tiring Faxriya. Quradigan holda emasmi, ovqat yeydigan. O'tiring emas. Nima ekan qoshlar? Bunchalar go'zalsiz. Kasga o'qib keldi. O'sha o'rtog'imga borib keldim. 12da u ham chaqiryapti. 12ga bu yoqqa ham kelishim kerak. Divoy bo'ldi-da, men ulguraman dedim. Va ulgurdim. Qo'yadi, точно. O'zim Yesichi bir yilga yordam beraverasiz. Oxirida o'zlarini straf o'zlab qo'ydilar. Yo, o'zi mana bitta odam. Uxlamasdan erta uyimga mehmon kelar ekan. Menga bu kushi borlar kelardi. Можно мне 50 грамм? Tashlab ketmayman. Semirib ketsangiz ham tashlab ketmayman. Semirib ketsangiz ham tashlab ketmayman. Ha, sen u rozi bo'ldi deb o'ylagan. Bo'ldi. Aka ishi pishirdi. Hozir menga juda katta ketadi-ku, ha? Akalla, pakalla. Ada nimaga unaqa deydi? Atmay bo'lgan. Короче. Balkondagi tapchikasini yutib olaman, tushundingmi? Oling deb. Erimga chiqqan paytimda, erimni anaqada ko'rishganmiz. Sirkka oldida. Kunlarimda tongulim o'zing, keragim o'zing. Didoringda yonganim. Rasmga tushishga qatga borgan bilasizlarmi? Cherkovga. Cherkovga bor. Joy chiroyli, cherkov bor xolos. Katta 300 talik ketdi. Ustiga nilfar bor. O'shanda chekilgan. O'shanda ochilganman-da. U ketib sho'ga bo'lgan. Chiqatir bilagan. 300 ta turgun. Ikkaga o'tirganmiz, yeganmiz, ichganmiz. Stollarning ustida chiroyli gulchalar, mayda. Keyin menga katta ayiq olib kirgan. Bo'yimdan baland. Teddi katta ayiq kelgan. Uni ko'p deganman battar. U teddini ham qo'yib qo'yganmiz, gulga ham qo'yib qo'yganmiz. Undan keyin erim menga o'tirib, nima qilib, uzun taqqan. Menga turmushga chiqishga rozimisiz degan. Padarkani ertasi kuni menga ham padarka bo'lyapti. Bo'ldi, padarka atmen, to'y atmen degan SMS kelyapti. Можно мне 50 грамм? Nima qildim? Menda nima ayb deyman. Shunaqa bo'lib to'ygacha necha marta atmen emas qilib to'y kunimiz yetib kelgan va to'y bo'lgan. Mana shunaqa bo'lgan. Baxtli oiladan bittasini. Umuman bir-birimizni sevmaganmiz. Haliga Qirmizi olma shirin bo'larkan. aytamiz. Masalan sevmayman. Masalan sevmayman deydi, u ham masalan sevmayman deydi. Haqiqiy sevgi keyin bo'larkan. Bu yil 10 yil bo'ladi. Nice. Hali 100 yilga solinmadi bir-birligi nimadirlar orada. Yo'q, o'sa bo'lingan.
minus tarafi shu. Mana shu 10 yil davomida necha marta ajrashmoqchi bo'lganmiz, necha marta ketib qolmoqchi bo'lganmiz, lekin biz o'tdik. Biz bu yo'lni bosib o'tdik. Babayla zor yarışırlar. Kapıda kim var? Opa bo'ldi, charchadilar o'sha. Yetib keldilar. Anaqa boshim og'riyapti. Keldilar bular. Ketdim men qizlar. Hayır. Şirinim. Dabbul. Şekerim. Bugungi majlis tadbirimiz tugadi. Biz o'zimizni majlisimizni 25% o'tdik, qolgan qolib ketdik. Esiz. 5.000 dollar ha. Ertaga o'z vaqtim bo'lsa majlis o'tamiz dedik. Hozir yana majlis o'tkazamiz, Sima bilan bosh og'rib qoldi. Sen keyinga qoldirdik, lekin asosiy gaplarni gaplashib qoldik. Keyingi marhaba, keyingi intervyularimizni podkast qilib o'tamiz. Foydali kontentlar qilamiz. Hammaga xayr.